Bugungi kunimiz zo'r o'tsin, eng zo'r mijozlar uchrasin, topganim yaxshi kunlarga to'ylarga bersin. Amin. Allohu akbar. Olg'a. Ukajonim mana aytilgan manzil. Senda 14 ming bo'ldi. Ha. Jonim uka, sendan oldingi mijoziga hamma mayda pulim berib yubordim. Iloji bo'lsa, mayda pul bergin. Meni problem emas-ku. Oling pulni. Ma, roziman, tushib ketaver, roziman. Tush. Mana ukajon aytgan manzilingga ham yetib keldik. Sendan 22 ming so'm bo'ldi. Mana akajon. Jon uka, iltimos sendan mayda pul bergin. Mayda pulim yo'q. Olsangiz oling shuni. Meni muammoim emas-ku. Ma, ol, roziman, tushib ketaver, ol, roziman. Rozimisiz? Tezroq tush, faqat asabga o'ynama, tush. Ukajonim mana aytgan manzilingga yetib keldik. Rosa chekka yashar ekansan. Sendan 48 ming bo'ldi. Mana aka. 200 ming tilayim. Ukajonim, nega boshqa aytmading? Mayda pulim yo'q deb. Aytmaysanmi? Pulim yirik deb. Menda mayda yo'q-ku, jon ukajonim. Shuni maydalab bergin, jon uka. Endi bilmabman-da aka, sizda bor deb o'ylabman. Ukajon, Yandexchi ham, taksist ham odam, uni ham bola chaqasi bor. Otam pul ishlab keladi, kutib o'tiribdi. Iltimos, menga 48 ming mayda pul ber. Meni mayda pul ishlab chiqaradigan zavodim bormi, jon uka, ber. Siz bo'lmasa nimaga taksichilik qilib o'tiribsiz? Yo'qmi maydaysiz? Berasan. Meni ham bola chaqam bor. Bermagunicha qo'ymayman. Bola chaqam bor deyapman, berasan. Mayda pul topib berasan. Bo'ldi aka, bo'ldi. Xo'p, beraman aka, beraman. Ber. Mana akajon. Barakanku, mana. Qaytarmaysizmi? Menda mayda yo'q deyapman-ku, rozi bo'lib tushib ketaver. Ilohi amin. Oilangizga hech qachon buyurmasin. Bo'ldi. Bugundan boshlab Yandexda tirikchilik qilmayman, taksichilik ham qilmayman. Undan ko'ra qurilishda ishlayman. 2 mingini so'raydi ya. Meni qancha pulim kuyib ketyapti. Bo'ldi. Onnasini emsan. Ukajon yo'l bo'lsin, qayoqqa? Akajon, taksiga minib, taksistni mayda puli yo'q ekan. Shunga 200 ming talik maydangiz bormi? Yirtaman deyapti aka. Shuni maydalab bering 200 ming talik iltimos. 200 ming talik maydalab bering. O'sha taksist mayda pul bermaganing uchun yirtaman deyaptimi? Yirtsin seni. Yirtiblab tashasin. Agar o'sha taksist yirtmasa hozir men pastga tushib seni yirtaman. Uka, siqilib ketdim. Otib tasha!